Gezer nakşimiz her yanni sadası yavreti cahanni. Assalamu alaikum qeyrindaşlar, qanavalılar yaxşımı? Mən Mehmetcan Qurban'dan mağlaga otluq salam. Bugünkü bu videonu asaslıqı kündülük turmuşumuzda köp istimal qıldığan süt doğrusida, yani kalı sütü doğrusida azıraq sözley dep oyladım. Anandan keyin yana burunqi videolarimda ancha-muncha chiqqandek badanimizdagi qiziqarli ishlar oxirida nuqtalarni azroq so'zlay deb o'yladim. Ko'pincha o'ylayman shu sut islom kalimizga birinchilab keldigini kalisi to'liqlaydi degan hukm bek kuchlik. Albatta buni hamda sutning tarkibida kalisining miqdori eng ko'p bo'ladi ekan, 114 gram atrofida. Har qanday hamda sutniki bir davlat bilan bir davlatniki uningki manchi persen degan xatlar bor. Ammo o'tir hisobda shu kalsiyning miqdori ko'proq bo'ladi ekan. Ammo buniki yaxshi bo'lmagan taraflari mo xil bor ekan. Shunglashqa men hamda buni o'zim Google'da ko'rdim, hamda qasinglar balkim Google'da ko'rib qilishinglar mumkin. Ammo uzun yilni yoqi men buni chiqatdim o'z ko'zim bilan ko'rib shu atrofdagilarga degan vaqtlarim bo'ldi. Shunglashqa diqqat qilsak bo'ldi ekanda deganni o'ylab bu videoni ishlayapman. Bu sutniki ziyonli taraflari nihoyat ko'p ekan. Bo'libmi hamda bu kalsiy bizniki qonning tarkibida nihoyat mo'l bo'ldi ekan. Ammo buni bu sutni biz ko'p ichgan sari bu badanimizdagi lozimli kalsiyni sirtqa chiqarib o'tish roli bor ekan. Anandan keyin bu so'ngakni chingitdi deydi ekanmiz. Amaliyotda bu so'ngakni chiritish roli bor ekan. Sizlar bilsizlar, ko'pincha davomli deb yuryapman, shu kislotalik moddasi degandek. Bu pH deb qo'yamiz, yo'qmiz pH deb o'qiydi. Bu ba'zi sutlarniki 5 1 bo'ldi ekan. 7 dan kichik bo'lsa kislotalik nihoyat kuchli bo'ldi. 7 dan yuqori bo'lsa arkorasiya deb qo'yamiz. Shunglashqa bu halqa 7 dan tuvan hatto halqa shu so'ngaklarni chiritish roli bor ekan. Buni hamda amaliy misollar orqali desam, hamda böyle hozir bek qulaylik Google'dan amini topqil bo'ldi. Ba'zi datalar deymiz, statistikalar deymiz, ba'zilariga ishimiz, ba'zilariga ishni bo'lamaymiz degandek. Shunglashqa mening demoqchi bo'lganim amaliy misollar ni so'zlab beray deb o'yladim. Burun hamda shu necha yilning oldida Yapon vaqtimda bir do'stimniki bolasi, vaqtchaqda bolasi 2-3 yosh vaqtdi. Shunglashqanda bir ayak bağandan keyin bolalar haqiqatan hamda sutga amroq keladi. Yig'ilsizlar bir so'rinlarda hamda jimiqtirish uchun sutni berdi. Shundan keyin u bolasiniki tishi nihoyat sog'rib, yerilib ketadi chiqadim. Shunglashqa men aniq dedim. Bo'lsa amal bo'lmish sutni bermasam bo'pti ekan deb nechiqatim degandan keyin oxiri hamda yandı barning qadri yo'q degandek menikini pek anglab ketmadi. Ammo shu Yapon doktorxonaga borgandan keyin doktormi buniki kasal tarixini surishtirim qilib, oxiri sutni cho'qim to'xtatishni talab qilibdi. Shundan keyin tishi yaxshilanishga qarab mangdi. Bunday deganim hamda mening degan gap emas. Demakchi shu sutniki shunchalik chiritish roli bor ekan demakchi. Anandan keyin yana bir ish shu Kanadada 2 yilning oldida men shu sushixon ishlagan vaqtimda bir yaponliklar paran qilishib qoldim. Shu yaponlik shu ochaqladimmi, shu sut to'g'riliq ancha-muncha o'zimcha tadqiqot qilib yuratdim desam bo'ladi. Kuzatib degandekchi. Shunga hamda shu yaponlik menga dedi, gapdan gap chiqib, meniki inim birisi bilan qo'l qarishib, qo'li darhollam birdamdan kelib ushtilib ketdi deb shunaqdi. Degandik men darhol so'rdim undan. Sutga amroqmi ining desam, "Voysa qandoq bilsan?" dedi. Shuni bilan
u deydi sütni xuddi suning o'rnida ichidi, uyga keladi, shu to'ng'nat qudun sütni ilib ichidi, suning o'rnida ichib bak ichib yutadi degandan keyin men amaliy ahvollarni, sütning qandaqligini buni tushuntirib berdim. Onun için hayran kaldı, şunun için men inamga dap qo'yay bu ishni dedi. Demakchi, mushunaq amaliy misollarni o'zim ko'zim bilan ko'rgan misollarni shunga qarindoshlarga deb beray deb o'yladim. Ham atrofda qarindoshlar bilan burundan tortib bu gaplarni anchamiz deyishgan bo'ldik. Ammo ba'zi qarindoshlar deydi, hamda o'rganib qolgan tursak deganlarmi bo'ldi. Ammo buni hamda demasam yaxshi ko'rishni o'zgartirish ta'sirrak, ammo bakkalqa sütni ichib bo'lgandan keyin og'zini chaqsa, to'g'indim hamda sal yaxshiroq bo'lishi mumkin. Meniki hamda sizlarga deydiganim, bizniki atgan choy. Atgan choyimiz eng esil ekan. Buni men shu tekshirib qilib baqdim. Bu Mo'ng'ullarniki badani jihatda ammo'ylar bilamiz, chelishchi bo'lib Yapondimi simo deb qo'ydi, yug'on. Shularning so'nglari shunda qattiq keladi. Ammo sizlar Google qilib ko'rib baqsanglar bo'ladi. Mo'ng'ul do'stlaringlar so'rab baqsanglar bo'ladi. Bular bevosita sut ichmaydi ekan. Bular bizga o'xshash sütni qarchaga aralashtirgandan keyin buniki roli badan bo'lgan badanni chingizishda rol bo'ladi ekan. Shunglashqa bizniki atgan choyimizni ichib bevosita sut ichishni amal bor. Hamda o'rganib qoldik deb o'zinglarning ixtiyori. Undan keyin o'rganib qoldik deb buni o'zgartirmasanglar o'zinglarning ishi. Hamda demakchi, shunaqa fikrlar bo'ldi degan gap. Andan keyin bir ish shu dunyoda eng ko'p shu sut iste'mol qilgan davlatlar Norvegiya, Finlandiya, Amerika qatorli davlatlar bor ekan. Shu davlatlar eng ko'p hamda sut aralashtirgan, masalan, cheese deymiz degandek narsalarni iste'mol qiladi ekan. Ammo bundaq iste'mol qilganlarniki, bevos iste'mol qilganlarniki shu so'ngak shalanglashish, oson so'ngak ushlab ketadigan ahvollar ko'p bo'ladi ekan. Bo'libmi shu Norvegiyada bir savodishim batdi. Savodishim bilan necha yil oldin param qilishgancha gapdan gap chiqib, mush ish to'g'riliq so'ragandan keyin demasam Norvegiyada ko'pincha hollarda ustalning ustida sut bog'li bor ekanda, ammo shu so'ngakniki ushlab ketish ahvoli bak og'ir ekan. Demakchi, hamda bir jihatda bizniki hamda hammalarniki xarakteri bir narsa yaxshi tarafini o'ylab, yomon tarafini o'ylamaymiz. Masalan, bir narsa yomon desa, uning yaxshi tarafi bordir deganni o'ylab bo'lmaydi ekanmiz ko'pincha o'ylar demakchi. Shunglashqa mush nuqtalarga diqqat qilib qilsak, meningcha so'ngakniki chingishiga bo'lib atgan choyni ichib bersak, undan keyin sutniki hamda birdan bir foydali taraflari bu bir yerlik usul, davolash usul desak bo'ladi. Qavziyat bo'lib ketgan kasallar ozroq sap sutni ichgandan keyin ichini keltirish roli bor ekan. Bu hatto Yaponlardami, Mo'ng'ullardami shunday odat yetilgan ekanda, ichib ketib qolsa, cho'qim so'g'oq muzdak shu sutni bir stakan ichib yotgandan keyin ichini keltirish rolini o'taydi ekan. Demakchi, hamda sut to'g'riliq bugun ozroq so'zlay deb o'yladim. Qanday savollaringlar bo'lsa, qanday fikringlar bo'lsa desanglar, tang muzokara qilsak bo'ladi deb o'ylayman. Oxirida undan keyin boy degandek, shu bizning badanimizdagi qiziqarli ishlarni ozroq so'zlab beray dedim. Buning qiziqadigan do'stlarim bak ko'p ekan, davomli chiqaramodim. Shunday bo'lsa-mu, aralab buni 3-4 nuqta deymiz. Badanimizniki haqiqatan qiziqarli ishlar ko'p ekan deb o'zimni qiziqib qoldim. Shunlashqa qiziqayotgan qarindoshlarim ko'p ekan. Shunga buni ozroq deb beray deb o'yladim. Bizning mingimizda masalan nerv hücreleriniki o'zaro signal yetkazgancha tok hosil bo'ldi ekanda, shu bu bizniki kechda uxlagan chog'da xuddi telefonlarni charj qilgandek mingimizmi charj bo'ladi ekan. Shunlashqa bizniki mingimizning chiqargan shu tok miqdori odatdagi kichik lampochka, masalan 15 watt bilan 25 wattlik lampochkani yondira oladi ekan. Andan keyin odamning oshqozon kislotasi ilib teriga tekizgan chog'da terini darhol tushib qilib ekanda, buni men oshqozon to'g'riliq so'zlagan chog'da deb bergandim, hatto mixnimi eritdi deb. Andan keyin bir qiziqarli ish, biz odatda jiddiylashib yoki bir ishlarga xijilobni qilsak, chiroyimiz qizirib ketsa,
oshqozonimizmi tan qizdirdi ekan. Anandan keyin yana bir qiziqarli ish, kichik bovoqlarning so'ngiki cho'nglarnikiga solishtirgan chog'da yangi tug'ilgan bovoqlarning 60 tal ko'p bo'ladi ekan. Odatda 270 tal atrofida bo'ladi ekan. Hamda hammalarga o'xshamaydi. Demakchi, shu cho'ng bo'lgan sari bu so'ngaklar bir-biriga tutishib, masalan, quyruq so'ngakni ko'pincha o'qimiz, undan keyin mingimizdagi so'ngaklarni o'zaro tutishib ketadi. Shunlashqa odatda adalt bo'lgandan keyin so'ngaklar muqim bo'lib, odatda 206 dan 207 gacha deydi. Shunga bovoqlarniki yangi tug'ilgan chog'da nihoyat ko'p bo'ldi ekan demakchi. 270 tal bo'ldi ekan. Bugun shunchalik so'zlar hamda YouTube'ni amal bor ko'proq chiqarishni o'ylashyapman. Bu da hamda men yemak-ishmak bundaq narsalarni ancha bilib ketmayman. Shunday bo'lsa-mu o'zimniki amaliy misol, o'zim ko'zim bir ko'rgan misollarni, masalan, bugun shu sut to'g'riliq so'zliq, anan keyin kilaqatimlarda o'simi bir fursat chiqarib tuz to'g'riliq degandek. Mening deydig'im hamda yemak-ishmak, bu yer foyda qildi ekan, bu yer foyda qildi ekan degan gaplarni ko'p anglaymiz. Ammo mening deydig'im ko'nglingiz tatqini sizga foyda qiladi. Bir odam bilan bir odamning xuddi chiroyi o'xshamaganga o'xshash, birsiga foyda qilibdi deblam ko'pi qilolmay o'zimizniki ko'ngli tatqanini yesak, ham yemaklik degan ashuna qildi deb o'ylayman o'zim. Shunlashqa mujjatlarda kilaqatimdimi yana har xil temalarda so'zlashni planlayapman. Masalan, o'pka, yurak, minga degandek. Andan keyin hozir shu zukam mazgil bo'yotdi. Buni bir tema qilib so'zlashni planlayapman. Meniki kanalimga a'zo bo'lsanglar, a'zo bo'lgandan keyin yangi chiqqan videolarni dal vaqtida ko'ra olasizlar. Undan keyin o'zaro tarqitib qo'yishinglarni umid qilaman. Rahmat hamsa, manglarga salom.